Qarindoshlar, bu yaqindan o'lmalarning talash tortishib bo'lib ketdi. Vatandagi lagerning talash tortishimi bunchalik bo'lmadi. Zinnatgul chiqib ketgan shuni qanday qutuldiramiz degan talash tortishimi bunchalik bo'lmadi. Mush o'lmalarimizni hurmat qilishimiz kerak, o'lmalarimizni to'g'ri yo'lga yetaklashimiz kerak, o'lmalarning ishini tozalashimiz kerak, o'lmalarning xatosini yeyishimiz kerak. Mush to'rtta jumla gap. Bizning vatanda lagerda adam yo'qmi? Bizning sargandarlarimiz yo'qmi? Bizning Taylanddagi odamlarimiz yo'qmi? Bizning ashu 700 ayol, 1300 kichik balamiz Suriyada yatmamda. Dünyanın her yerinde xatar ostida turgan sargandarlarimiz yo'qmi? Biz munozir qiladigan narsa yo'qmi? Zodi bu shu talash tortish o'lmalarning inovati, o'lmalar degan gap. Qachon Uyg'urlar o'lmalardan tinib ketgan? To'g'ri yo'lda mangadigan, yaxshi, axloqli maydoni va Allah'ın ayetlerini to'g'ri ishlatadigan, xalqni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan irodalik o'lmalarni tarixdan beri hurmatlab kelgan millat bu. Hech qachon o'zining vaqti olsun, öğremes vaqti olsun, o'lmalarga til tekkizgan yoki o'lmalarni xorlagan millat emas. Shunda hurmatlab kelgan millat. Lekin o'zini o'lma deb tinib haqqa hata yolga minayotganlarni mı zodi chekanga ol. Hammamizni zodi mush o'lmaning gipi olsun. Başka Uygur'un hazırki meselesinin gibi olmasın deydiğen teşvikat var mı? Ne mi diyen cık gap bu? Ne mi diyen olmalarının gibi cık gaplar bu? He? Karimdaşlar. Ölma efendimle. Hakiki ölmalarımız. Halkın doğru yolu başlaydı. Ölmalarının içine sukunup kirbilip, özünü ölma kılıp, ya ki Mısır'da, ya ki Pakistan'da, ya ki başka yerde okuyup lan. Kitapның dümbisiga, eşekning dümbisiga kitap atqanda atıp chiqqanlarmi? O'lmalarning qatırıq tizilib olganlar. O'zini ko'kitib, o'zini o'lma deb olganlar. Xalq e'tirof qilsa siz o'lma bo'lasiz. Alloh e'tirof qilsa siz o'lma bo'lasiz. E'tirof qilmasa sizning o'lmaligingizni u xalqning o'zining ixtiyori. Siz o'zingizning ish amallari bilan, o'zingizning xarakteringiz bilan özünüzün xalqqa bo'lgan aqidingiz, xalqqa bo'lgan muhabbatingiz, xalqqa bo'lgan ishonchingiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz, xalqqa bo'lgan samimiyatingiz va o'zingizning o'lmaligingizni xalqqa ko'ktaksiz xalq o'zligidan mangada sizning aqlingizdan. Arınxanmı o'lmadi. Arınxanajidek ishni qilishsiz, xalqning nolatiga erishsiz. Ölmalarının inovatini to'kisiz. Biz sizni o vaqtida o'lma demaymiz. Haqiqiy o'lmalarimizni o'lma deymiz. Arabistonda o'lmalarning ichida Arabistonda ham saq demaymiz. Ham Robitul Islomga, ham Xitoyga ishlayotganlar bor. Biz hammadan biliglik bu ishninki. Turkiyada o'lmalarimizning orasiga kirib, ham o'lma bo'lib, ham Xitoyga ishlayotganlar bor. Cemiyetlerimizden işe kirip, hem cemiyetimizde inkılapçı olup, hem Xitay işlevat kaldı var. Şunun için zaten halkın ağzını gap kılmaysan da tikip mi etmen? Halk bu, toğutmay bunu münazır kılma. Zinnet kulunu kandak kutuldurumuz. Zinnet kul bilen ketken üç ayalını kandak kutuldurumuz kızımızını. Men kandak kutuldurman diyen gap o. Gördünüz mü otellik Katar'daki kardeşimizden kandak kutuldurduk. Bir akşamın içinde Amerika'nın içinde bütün dünya için pul yığıp gitti. Bir akşamın içinde adisi radyonun muhbiri bu Gülçehre Tahir İmin muhbirlik жүрген bala. Ömer Kanat benim etrafımdaki adamlar keç gündüz Dilmurat Ataman Aksaray İstet Departman erkek küçük gitti. Nemişqa? Mişad biz kim xat yazsa ular qabul qildi. Xatni yezib, ati yakshanba deganda yetkazadiganlik uchun mush ko'pchilik. Kechichi Amerikani olib qoldi. Qanday qutuldiramiz biz degan nim degan gap bu?
deb haqqa vaqiraydigan siz kim o? Unda siz vaqiraydigan bo'lsangiz o'zingizning savdosiga chiqasingiz bo'lmamdi. Siz xalqqa yavaşlık bilan gap qiling, yo'g'onchilik qilmang. O'lmaga yarashmaydi, yo'g'onchilik degan. Maydingizni ko'tarmang. Tashkilotlar hammasi xalqning puli bilan o'rtirayotgan tashkilotlar. Uyg'urning qiniga o'rtirayotgan tashkilotlar. Uning ustiga meni bilib siz og'zingizga kelganni xalqni vaqirab tillab, qolganlarni vaqirab tillab, men desam buldega o'xshaydi deyman. Bu ijilga radiolar hammasi xalqning puliga, xalqning badliga kelayotgan radiolar. Sizning shaxsiy emas. Qanday qutuldıramaymiz? Hərəkət qısaq həmin qutuldurumuz. Türkiye hükümeti hazırmış şu ikametki manqadak berib minib, malını siz hayatını kapalat, Xitay bilan gapleşin deb deysiz. Yani onumuz yanı barısız, yani xuddi bizmiş Amerikada manqadak sizmi? Mağasız ayada. Mağsımız qutulduğulu buludu. Siz hükümetki vay boldu. Qutulmasın buldu degeniz o hükümetki düşmanlık qilganlik. Biz mi jim yatmaymiz? Şunun için Zinnetgul meselesi başka Uygur ayollarını, ivetletken ballarının hayatını kapalatı kıldıgan, bunun dinkin Türkiye'den sırkı adam çıkletmeydiğen iş için naçı çoğun rol oynaydı. Bunu kim tutmasak olmaydı. Biz Türkiye'nin ayap kılıp, Türkiye'deki 20 bin Uygur'unu ayap kılıp, vatandakini kutulduramaymiz, bunu kutul. Ne degen gap bu? Biz Türkiye'dekini mi hem vatandakini mi kutuldurumuz? Türkiye'dekilerini hiç kim kutuldurmaymiz demedi. Kutuldurmayotgan şu sizga o'xshash adamlar. O'zingizning tonish bilishleringizga, odoshlarыңызga, yaqinlaringizga, sizni yaxshi deb tashviq qilgan odamlarga yoshirin iqomat ettirib, avom xalqning iqomatini oldini to'sab qo'ygan sizga o'xshash odamlar. Ulug'lar deb til tekkizibsiz. Uyg'urning ichida ulug'lar yo'q. Men ham shuning ichida. Men xalqimning g'olchisi. Tek Uyg'urga ulug' qildigan odam chiqqani yo'q. Chiqdik qilimizdan. Ish qilyapmiz xalqning davosini qilyapmiz. Og'zingizga kelgancha odamlar til tekkizmang. Biz 52 yildan beri qilyapmiz bu ishni. Sizning atrofingizda Xitoyda maxsus tarbiyalangan, avval Pokistonda Xitoyga kundalik ishni deklat qilgan, undan keyin Afg'onistonda deklat qilgan, undan keyin qaytib kelib Misrga kelib Misrni tekshirib deklat qilgan, undan keyin Turkiyaga kelgan odamlar bor. Siz mi bilmaysiz? Biz bilimizchi qadamlarni. Amerikada Beijingga bevosita ishlab Uyg'urning davosini parchalayotganlar bor. Siz bilmaysiz, biz bilamiz. Nadonlik qilmang. Siz sada oqko'ngil odam o'xshaysiz. Ablikim Maqsumning endi tug'a odamlar Ablikim Maqsumdan o'rganinglar. Odam tillayotganlar, palonchi oqchi, po'konchi ko'kchi, axlat deganlar payg'ambarimning oyatlarini o'rgandingiz, nima hadislarni o'rganmaysiz? Payg'ambarim yomonlik qilganga yaxshilik qilgan. O'zining yaxshiligi bilan yomon odamlarni yaxshi yo'lga yetaklagan. Siz tillabmışlar ağzınızdan buzub, xarlab, haqaratlisiniz, qanda o'lma bo'lasiz. O'zingizning xalqini gunoy bo'lsa, tuzitib, o'ngshab, faqat Xitoyning jasusini bo'lmasa, ashuni paket bilan siz erishalsiniz, unda odamni biz rahmat qilmaymiz. Ondan başkasını siz yetaklaydigan mecburiyetiniz şu olma deb hürmet qilishlik sebep, ziyoli deb hürmet qilishlik sebep bizni yetaklaydi deb bir ömür çoğunup geldik biz. Birinci Allah'a andın qalsa olmalar bilan ziyolilarga. Mana men Abdus Maqsum bilan birga o'tgan. Mana men Ablikim Maqsum bilan birga o'tgan. Kim ikkinchi Ablikim Maqsum bilan do'stlik o'tdim. Mehmet Salih Damollamlar bilan qiyni bulardaki fazilat sizlarda nimishki yo'q. Balkim stres bo'lib ketib, vatanning dardida oshnaq bo'lib ketgansiz. Sizni kechirishga tegishli. Lekin siz bizning bolamiz. Bizning xalqimizning ishini qilayotganlar sizlar. Xalqni tillamang. Atrofingizda sizga o'xshash ish qilayotganlarni tillamang. Uning bilan atlashing. Uni siz bilan atlashsin. O sizin boşluğunuzda toşkusu, siz onun boşluğuna toşkusun.
Siz yalğız qilib bo'lolmaysiz bu ishni. Men mi yalğız qilib bo'lolmayman bu ishni? Boshqalarni hamma odamning qo'ldan keldigini qila oladiganini va qila olmaydigini bor. Shuning uchun kim qilaman desa, bo'libmi yoshlarga yo'l bering. Qilayotgan sabdoshlaringiz yo'l bering. Siz haqiqiy olmaysınız, hammalarni bir yerga yig'ib atlashtirmay, nimish taraf tutasiz? Nimish taraf tutasiz? Nimish parchalaysiz Uyg'urni? Men şuna, ma sözüm ogalandırış. Muşu qitim, men sizlarning hammanglarning birlikka kelib, butunlay birlashamisanmi, hamkorlashib, yaxshi ishlab, xatoringlarni tuzatishinglarni umid qilaman. Men sizlarni yomon odam demayman. Yaxshi odamlar, yoshligingizdan tatib mush ishni qilib kelyapsizlar. Izib ketmanglar, ko'ranglab ketmanglar. Sizlar nimishqa ichki ishlar ministri kiralyapsizlar? Aş xalq sizlarga o'rin berganligi uchun, aş xalq sizlarga pul yig'ib berganligi uchun, biz sizlarni itiraf qilganligimiz uchun sizlarni ular itiraf qilyapti. Agar xalq sizlarni itiraf qilmasa, biz qo'pab sizlarning ustunlardan xalqning imzosi bilan xat tashlasak, tashqi ishlar ministri, ichki ishlar ministri sizlar bilan ko'rishmaydi. Shuning uchun xalqni suyinglar. Sizlarga yomon ko'rdigan odamni sizlar yaxshi ko'rib turib tasdiqlantiringlar. Haqiqiy Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yo'lini haqiqiy tutinglar. Hadislerini haqiqiy tutinglar. Men sizlardek o'lma emas, andımında o'qib o'rganganimdan davatmaman. Unda qilmayli. Bir odamni tillisi o'sh bo'lsa, men diniy olim, men diniy taqvodor. Bir tillig'ini tursanglar, shunda tillig'i turdi kelsa, xayringlar diniy taqvodorsizlarning bizning islom dinimizda mushlar. Bir odamni sesitmasang, tillatni sesitib, tarafni tutib ket degan gap bormi? Bir adam xato gap qilib qolgan bo'lsa, uni tuzab, "Men bunday deb qayt shuni ittifoqlashish bor bizning dinimizda." Zodi nimani yo'qotmoqchi? Kimni yo'qotmoqchisizlar? Xitoy yo'qitimiz deyotgan odamlarni yo'qotmoqchisizlar. Xitoy hukumati kecha kunduz, hatto men tashqi ishlar ministri bilan ko'rishamay, muhim cho'ng odam bilan ko'rishamay, o'tir